Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. RoboSmartUz platformasiga xush kelibsiz. C++ ni o'rganish kursida bugun biz birinchi darsimizni boshlaymiz. Bugun biz C++ bilan tanishuv va birinchi dasturimizni C++ da yozamiz. C++ dasturlash tili 1985-yilda Bjarne Straus-Trapp tomonidan asos solingan bo'lib, C dasturlash oilasiga mansub til hisoblanadi. Bu tilni tarixiga nazar solmoqchi bo'lsak, 1979-yilda C dasturlash tili sinflari ustida ish boshlanadi va dastlabki xususiyatlar to'plamiga ko'ra sinflar ommaviy xususiy kirishni boshqarish, konstruktorlar, destruktorlar va argumentlarni tekshirish bilan funksiya deklaratsiyasi yaratiladi va 1984-yil C with class nom bilan C++ ga asos solinadi. Bu vaqtga kelib C++ virtual funksiyalarni, funksiya va operatorni haddan tashqari yuklash, havolalar, kiritish chiqarish oqimi, murakkab raqamlar kutubxonalarini o'z ichiga olgan dasturlash tili bo'lib shakllanadi. C++ o'zi nima? C++ bu yuqori samarali dasturlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zaro faoliyat platforma tili hisoblanadi. C++ bu C tilining kengaytmasi sifatida Bjarne Straus-Trapp tomonidan ishlab chiqilgan. C++ dasturchi uchun xotirani boshqarish, unumli foydalanish imkoniyatini beruvchi dasturlash tili hisoblanadi. Endi C++ algoritmik tilni alifbosi bilan tanishib olaylik. Demak, bu til tarkibida qanday belgilardan foydalanish mumkin? 26 ta lotin katta va kichik harflari va 32 ta krill katta va kichik harflari, bular hammasi C++ algoritmik tilining matn alifbosiga kiradi. 0 dan 9 gacha bo'lgan arab raqamlari va undan tashqari maxsus belgilar, plus, minus, ko'paytirish, bo'lish, 2 nuqta, nuqta virgul va hokazo, mana shu ekranda ko'rib turganingiz barcha belgilar, bular C++ algoritmik tilining alifbosiga kiradi. Demak, umumiy tasniflaydigan bo'lsa agar, lotin harflari, katta va kichik harflar, 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar va maxsus belgilar bu C++ algoritmik tilining to'plamiga kiradi, ya'ni alifbosi umumiy tasnifiga kiradi. Dastur qanday ishlaydi? Demak, dastur bu kompyuter bajaradigan buyruqlar ketma-ketligi. Uni biz dasturlash tilida kodlarni ketma-ket yozamiz va kompilyatorda kodni kiritamiz. Kompilyator kodni tekshiradi va kompyuter o'sha bergan buyruqlarimizni bajaradi va natijani ekranga chiqaradi. Va bu jarayonda bizga aynan C++ dasturlash muhiti kerak bo'ladi. Xo'sh, dasturlash muhiti qanday o'rnatiladi va biz qanday qilib dasturlash muhitidan foydalanamiz? Dasturni yuklab olish uchun siz birinchi navbatda C++ dasturlash muhitini devc++ dasturni download qilib olishingizga to'g'ri keladi. Buning uchun siz oddiy brauzer oynasida adreslar qatorida devcpp download free buyrug'ini yozishingiz kifoya. Undan keyin yuklab olish tugallangandan keyin installyatsiya buyrug'ini berasiz va installyatsiya buyrug'i berilgandan keyin dastur yuklanadi va keyin unga yangi loyihalarni boshlasangiz bo'ladi. Bu jarayonni birgalikda hozir amaliy bajarib ham ko'ramiz. Demak, C++ sintaksiga endi to'xtalamiz. C++ da birinchi qilinadigan ish kiruvchi-chiquvchi oqimni ulashdan iborat. Ya'ni bu jarayon qanday buyruq asosida beriladi? Bu jarayon reshotka include iostream buyrug'i yordamida beriladi. Reshotka include bu ulash buyrug'i bo'lsa, iostream input output stream, ya'ni kiruvchi-chiquvchi oqimni ulash ma'nosini bildiradi. Bu jarayon orqali bizga oddiy funksiya va operatorlar ishlash uchun tayyor holatga keladi. Using namespace std muhitini ulash hisoblanadi. Agar biz std mana bu yozuvni yozmasak, coutdan oldin std
ikkitalik nuqta keyin coutni yozishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun yozuvlarni kamaytirish maqsadida using namespace std ni yozamiz. Int main va undan keyin asosiy blok ochildi. Cout bu ekranga chiqarish buyrug'i. Hello robosmart.uz yozuvni ekranga chiqar deyapmiz. Return 0 mana bu int mainda ulagan asosiy funksiyalarimizni oxiri tugallanganligini bildiradi. Shu bilan biz eng sodda dastur kodini yozishni boshlaymiz C++da. Ya'ni kodni analiz qilish jarayonini ham bu yerda birma-bir yozib chiqaman. Siz bu yozuvlarni o'qib chiqib ham yana bemalol dastur kodi haqida tushunchalaringizni rivojlantirishingiz mumkin. Ya'ni birinchi qadar include eostream bunda kutubxona include chiqarishni amalga oshiryapti. Eostream kutubxonasi kiritish va chiqarish obyektlari bilan ishlash imkoniyatini beryapti. Cout koddagi 5-qatorga qarang, u chiqarish vazifasini bajaryapti. Using namespace std biz standart kutubxonadan obyektlar va o'zgaruvchilar uchun nomlardan foydalanishimiz mumkinligini anglatadi. 3-qator, ya'ni bo'sh qator tashlab ketilgan C++ bo'shliqni e'tiborsiz qoldiradi. Ya'ni u yerda hech qanday vazifa bajarilmaydi. 4-qatorga o'tsak, agar C++ dasturida har doim paydo bo'ladigan yana bitta asosiy funksiya bor, bu int main. Bu funksiya figurali qavs ichidagi har qanday kodni bajarish uchun xizmat qiladi. Mana shu figurali qavs ichidagi mana shu kodni dastur ishga tushganda, birinchi marta amalga oshirilganda operatorlar qatorini o'qiydi. 5-qatorga qarasangiz agar cout, ya'ni hello robosmart.uz, ya'ni u bizga matnni chiqarish vazifasini bajaradi. Ya'ni coutga e'tibor bersangiz, mana bu belgi aynan birgalikda ikkalasi ma'noga ega va u chiqarish vazifasini bajaryapti. Asosiy dastur kodi 3-qatorda main funksiyasi chaqiruv bilan boshlanyapti. Har bir C++ dasturida main funksiyasi mavjud. Funksiya bir yoki bir nechta amallarni bajaradigan dastur bloki hisoblanadi. Odatda funksiyalar boshqa funksiyalar tomonidan chaqiriladi. Main maxsus funksiyasi dastur ishga tushganda avtomatik ravishda chaqiriladi. Hello cpp dasturida main funksiyasi int tipidagi qiymatni qaytaryapti, ya'ni integer butun. Ya'ni ish oxirida bu funksiya operatsion tizimga butun son qiymatni qaytaradi. Bunday holda 6-satrga e'tibor bersangiz agar return 0 ni beryapmiz. Ya'ni int main 0 qiymatni qaytarib ishni yakunlanganligini bildiradi. Funksiyaning normal tugashi uchun aynan qiymat sifatida 0 qiymatni qaytarish qulay. Shuning uchun biz return 0 orqali funksiyaga 0 qiymatni qaytaryapmiz. Demak, biz kodni analiz qilish jarayonida oddiygina bitta matnni ekranga chiqarish qanday C++ dasturida amalga oshirganligini birgalikda ko'rib chiqdik. Endi amaliy qismiga o'tamiz. Kelinglar birgalikda mana shu hozir bajargan ishlarimizni C++ ni o'zini o'rnatib birma-bir ko'rib chiqaylik. Endi dasturni o'rnatamiz. Demak, Embarcadero dev cpp ni ishga tushiramiz. Arxivdan ochilyapti. Xo'sh, bizga taklif qilyapti rus variantini. Biz ingliz tilidagi variantini o'rnatamiz. Barcha talablarga roziman buyrug'ini next va install buyrug'ini tanlaymiz. Mana dasturni o'rnatish jarayoni ketyapti. Dastur o'rnatildi va uni ishga tushiramiz. Bu jarayonda bizga dasturdan qanday foydalanish bo'yicha qisqa ko'rsatmalar ketma-ketligi ketyapti. Ularni belgilab, mana dastur oynasi ishga tushdi. Endi biz
Bu yerdan New Document buyrug'ini tanlab, birinchi dastur kodimizni yozamiz. Demak, aytib o'tganimdek, reshotka, undan keyin include va kiruvchi chiquvchi oqim iostreamni yuklaymiz. Mana iostreamni yuklaganimizdan keyin endi std fazosini ulaymiz. Demak, using namespace std buyrug'i. Har bitta C++ dastur kodini, dasturlash kodida yoziladigan buyruqni oxirida majburiy nuqta virgul bo'lishi shart. Shuni inobatga olasiz. Ana endi int mainni ulaymiz. Demak, int main ochuvchi yopuvchi qavs blok ochamiz va bu blokning ichida asosiy buyruqlarni yozamiz. Demak, bugun biz oddiy salom robosmart.uz yozuvini ekranga chiqarish uchun cout, ya'ni chiqarish operatoridan foydalanamiz. Chiqarish operatorining sintaksi xuddi shunday va undan keyin qo'sh tirnoq ichida yozishimiz kerak bo'lgan matnni kiritamiz. Salom robosmart.uz. Mana shu yozuv ekranga chiqsin. Endi int mainni ishini yakunlash uchun return 0 buyrug'ini berib nuqta virgulni qo'yamiz. E'tibor bersangiz, robosmart.uzdan keyin nuqta virgulimiz qolib ketgan ekan. Endi dastur kodini ishga tushirish uchun mana bu yerda asosiy buyruqlar bor. Bu kompilyatsiyaga berish buyrug'i. Klaviaturadan F9 ni bossangiz bo'ladi. Bu kompilyatsiyada xatoliklar hammasi to'g'ri bo'lsa, xatolik aniqlanmasa, keyin run F10 orqali ishga tushirasiz va biz mana bu buyruqdan foydalanamiz. Ham kompilyatsiyaga berib, ham to'g'ridan to'g'ri ishga tushirish uchun klaviaturadan F11 tugmasini bosamiz. Xo'sh, bu yerda birinchi kod C bo'lsin, bizada сохранить qilamiz va bizada int maindagi t qolib ketganligini bizaga bildiryapti. Va qaytib F11 ni bosamiz. Va bizda mana salom robosmart.uz yozuvi ekranga chiqdi. Davomidan pastidan yana yozuv qo'shmoqchi bo'lsam, salom robosmart.uz o'quvchilari, tinglovchilari degan yozuvni qo'shmoqchi bo'lsam agar, pastidan keling yana bitta cout ishlatamiz. Sintaksi yana xuddi o'shanda. Qo'sh tirnoq ichida masalan talabalari nuqta virgul qo'yish esingizdan chiqmasin. Va endi F11 tugmasini bossam agar, mana bizaga salom robosmart.uz talabalari buyrug'ini beryapti. Agar men talabalari so'zi yangi qatordan yozilishini xohlasam agar, mana bu yerda handle yangi qatordan yozish buyrug'ini ishlataman. Va bu yerda jarayon nima bo'ladi? Salom robosmart.uz yozuvi yozilgandan keyin mana bu handle buyrug'i end line buyrug'i hisoblanadi va ishni tugatib yangi qatorga kursorni joylashtirish vazifasini bajaradi. Va bizni talabalar so'zimiz esa yangi qatordan joylashadi. F11 ni bosib natijani ko'ramiz. Mana endi e'tibor bersangiz agar, bizada salom robosmart.uz talabalar yozuvi paydo bo'ldi. Talabalar, demak biz C++ bo'yicha birinchi darsimizni yakunladik. Keyingi darsimizda o'zgaruvchilarning tiplari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lib, unga mos kodlarni yozishni o'rganamiz. Darsimiz tugadi. Fikr mulohazalaringizni robosmart.uz platformasida kutib qolaman. Xayr, sog' bo'ling.